Sizlar bilan bugun papkalarni yaratishni o'rganib oldik. Birinchisi рабочий stolda shuning uchun bo'sh turgan joylari bo'lsa, bu yerda mishkani o'ng tarafini bossak, yana bu yerda создать bo'limi bor. Papkani bosaman ayni, papka yaratiladi. Papkaga nom beraman. Office A-160. Office A160 gruppamiz. Papkani yaratdim. Endi buni o'chirish esa delete knopkamiz bor klaviaturamizda. Mana bu yerda. Menda shunday o'sib turibdi, ishonadi. Ibanda harflarning nasi yuqorida keyin funksiyani qo'yib Ibanda nomer boradi, shu ikkisini o'rtasida turibdi. Delete knopkamiz. Notebooklarda shu yuqorida bo'ladi. O'shalarida yoki yuqorida bo'ladi. Buni yana tanlab turaman, ustuna bir bosaman, mishkani chap tarafidan bosdim. Endi buni adini agar boshqa ma'lumotlar kerak bo'lsa, mishkani o'ng tarafini bosaman ustuna borib yana. Ochish, закрепить, keyin bibliotekaga qo'shish, arxiv zip отправить payna, keyin kiritib olish, kopировать, o'chirish, переименовать свойства. Xo'p, biz hozir buni o'chirishni ko'ramiz. Delete ni bosaman. O'shtani. O'chgan narsamiz korзинаga tushadi. Korзинada bor. Xo'p, endi men sizlar hozir mo'y kompyuterga kiraman. Men dokument bo'limidan shudan bir papka ochaman. Kattaytiramiz. Xo'p, bu yerda endi papka ochdim. Toza papka. Office A160 ekan. Buni ichiga kiraman. Endi bu yerdan men boshqa formatdagi fayllarni ochib ko'raman. Создать. Bu yerdan Word ni создать etaman yana. Bir marta shu bosdim. Создать. Yana birini ko'rsataman. Bu yerda ochiq joylarni mishkani o'ng tarafini bosdim. Bu yerdan создать bo'limidan yerda menda chap tarafini bosib. Endi shundan tushdimda, endi menga list Microsoft Excel bir marta bosdim. Endi o'sha yana hech narsa demindirib, to'g'ri klaviaturada misol uchun nom bersa ham bo'ladi, hech narsa demindirib, o'chirmay turibman. Unda shunday sababli tanlanib turibdi yana o'sha yerda. O'sha orqasi joy bo'lib turgan tanlangan. Hozir yana bera bossam yana o'chib ketadi. Mana boshqani tanlasam bitta tanlayman. Yani shunday tanlangan bo'lib turadi. Endi bera bu list Excel'imizga nom beraman. Bunga test deb nom beraman. Test deb yozdim. Endi enter ni bosaman. Bo'ldi yana. Enter bosildi. Ishib turibdi. Keyin esa Google dokumentda endi nom berishim kerak. Buni domishni bo'lib qoldi-ku. Endi o'zgartirishim uchun esa dokumentga bosaman. O'ng tarafini bossam endi mishkani yana shularda shu menyular chiqadi. Bu yerdan menga переименовать degani kerak. Переименовать bosdim. Test deb yozaman da Word deyman buni. Enter bo'ldi. Keyingi ko'radigan narsamiz bunda fayllarni создать o'rgandik. Endi shu fayllarni pametlarini ko'rib chiqamiz. Chap ekanligini. Endi bu yerdan pametini ko'rish uchun esa bir faylni ustuna bosamiz, o'ng tarafini bossak, pastda yana свойства degan bo'lim bor. Свойстваga kirsak, biz shu faylimiz haqida ma'lumotlarni chiqarib beradi. Bu yerda nomi, tip fayl bu Microsoft Excel ekan. Buni ochadigan dasturi Excel. Joylashuvi bu yerda yana C diskda, keyin users degan papkada, keyin tema degan papka, keyin documents degan papkada, keyin esa office degan papkada ekan. Buni razmeri 641 kilobayt. Esa shu fayl shu diskda esa 8 kilobayt ekan o'zi. Buni 13-yanvarda 21:50 da yaratilgan, o'zgartirilgan 21:50 da, ochilgan 21:50 da 54 sekund, 54-sekundda. Bo'ldi, bu yerda o'qish uchun skriptlar, keyin boshqa parametrlar bor. Shuni ko'rsak bo'ladi. Bu yerdan biz OKni bosamiz. Bo'ldi, ma'lumotlarni ko'rdik. Buni ko'rish uchun qisqa klaviaturasini ustuna bir bostimdan klaviaturadagi bu yerda Alt bilan Enter ni bossam, shu ham chiqarib beradi свойствосini. Ustuna bir marta bostimda endi Alt bilan Enter bosaman yana. Yangi свойствоni chiqarib berdi.